Shunday qilib do'stlar, birinchi millioningizni qilish eng qiyin deb aytishlarining sababi bor. Chunki birinchisidan keyingi har bir million topar osonroq bo'lib qoladi. Men buni o'z hayotimda aniq bilaman. Men 18 yoshimda birinchi millionimni topdim va shundan keyin har yili uni ko'paytirib keldim. Kecha kechqurun o'ylab qoldim, nega har yili pul topish va millionlar qilish osonlashib boradi va nima uchun ilk yillar bunchalik qiyin bo'ladi? Ha, men 18 yoshimda million qildim, lekin bunga 4 yillik tadbirkorlikdan keyin erishdim. Bugungi videoning mohiyati ham shu. Men sizni birinchi millioningizni kafolatlaydigan, lekin unchalik yoqimli bo'lmagan narsalar haqida gaplashmoqchiman. Nega birinchi million eng qiyin? Eng katta sabab inertsiyani yengish. Inersiya bu narsalar harakatsiz bo'lsa, shundayligicha qolishga intilish. Ertaga siz 3 soatlik reysga chiqasiz deylik. Uchuvchi samolyotni havoga ko'tarish uchun 5 daqiqa kerak bo'ladi. Lekin uchish paytida samolyot yonilg'ining 25% ni yoqib yuboradi. Bu qo'rqinchli tuyulishi mumkin, ammo bu normal. Chunki biror narsani harakatga keltirish katta energiya talab qiladi, lekin samolyot havoga ko'tarilgandan keyin u samarali bo'ladi. Yoqilg'ini yutib emas, sipqorib ishlatadi. Xuddi shunday boylar ham yuqorida parvoz qilishadi. Ular resurs va kapitalga ega. Shuning uchun yana pul topish ularga juda oson. Siz esa hozir yerda turibsiz. Sizni havoga ko'tarish katta yoqilg'i talab qiladi. Bugun men sizga shu inersiya devorni qanday yengish va boylar balandlik darajasiga chiqishni ko'rsataman. Sportchilardan o'rnak Elon Musk yoki Bezosga qaramang. Messi, Hamilton, Federer kabi sportchilarga qarang. Intervyularni ko'rib, ular bilan suhbatlashishni orzu qilishingiz mumkin. Lekin men sportchilar bilan ko'p do'stlashganim uchun aytaman. Ularning mavsum davridagi hayoti juda zerikarli. Chunki ular faqat bir narsaga monastir kabi diqqatini qaratishadi. Ular diyetaga rioya qiladi, og'ir mashg'ulotlar qiladi, ko'p narsalardan voz kechadi. Kino ko'rishmaydi, mashhur yangiliklarni bilishmaydi, doim erta uxlashadi. Ular balansli odam emas. Siz ham birinchi millioningizni qilmoqchi bo'lsangiz, xuddi shunday qilishingiz kerak. Siz mukammal muvozanatli inson bo'la olmaysiz, balki til o'rganishni orzu qilgansiz, yangi hobbi boshlashni xohlaysiz. Lekin bu davrda bularning barchasi yo'q, faqat maqsadga 100% fokus. Bu inson tabiatiga qarshi og'riqli yoqimsiz. Shu sababli ko'pchilik hech qachon million qilmaydi, chunki ular bu bosqichni chidashmaydi. Siz esa qabul qilishingiz kerakki, keyingi 6-12 oy hayotingiz balandsiz bo'ladi. Do'stlaringiz yo'qotasiz, hobbilarni chetga surasiz, sportda ham yangi rekord qila olmaysiz. Shaxsiy tajribam, men 2017-2009 yillarda shunday qildim. Hech qanday hobbi yo'q, do'stlar bilan uchrashmadim, Netflix yo'q, yangi mashg'ulotlar yo'q, faqat ish. Keyinchalik esa hobbilarga qaytdim. Lekin o'shanda allaqachon ko'p marta ko'proq pul topa boshlagandim. Chalg'ituvchilarni yo'qotish. Siz Instagram, TikTok, Twitter kabi ilovlarni o'chirishingiz kerak, chunki ular sizdan vaqt oladi, ammo qaytib hech narsa bermaydi. Agar siz ulardan pul qilayotgan bo'lsangiz boshqa gap, lekin yo'q bo'lsa shunchaki o'chirib tashlang. Xuddi shuningdek do'stlaringiz kechqurun o'yin o'ynaylik, barda ichamiz deyishadi. Bu vaqtinchalik yaxshi, lekin sizni parvozdan ushlab qoladi. Birinchi millioningizgacha bu narsalardan voz kechishingiz kerak. Realistik maqsadlar. 1 yilda million qila olmaysiz, agar oldindan biznesingiz bo'lmasa, lekin 3-5-10 yilda ha. Asosiysi ilk inersiya devorni yengib o'tish, chunki birinchi $10,000 eng qiyin, keyin hammasi osonlashadi. Monkmon. Buning uchun men Monkmon rohiba rejimi yaratganman. Bir necha oy davomida barcha chalg'ituvchilarni olib tashlash, faqat maqsadga diqqat qaratish. Bu davrda sog'lom uyqu, oddiy ovqatlanish va muntazam sport juda muhim, chunki aqlingiz va tanangizni qo'llab-quvvatlashingiz kerak. Xulosa, boshlanishi qiyin, men buni yashirmayman. Lekin bu jarayonning bir qismi. Agar siz samolyotni ko'tarib yuborsangiz, undan keyin uni havoda ushlab turish ancha oson bo'ladi. Shunday ekan, agar siz birinchi millioningizni qilishni istasangiz, hozirgi qiyinchilikni qabul qiling, fokus bo'ling, chalg'ituvchilarni yo'qoting va Monk modga kiring.